Diqqat xalqim, tezkor xabar. Endi o'quvchilarga darslarga qatnashgani uchun 1000 AQSh dollarigacha beriladi. O'zbekistonda kelgusi 3 kun davomida qanday ob-havo bo'ladi? Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani biz boshladik. Ertadan boshlab, ya'ni 24-avgustdan boshlab 26-avgustga qadar dushanba, seshanba, chorshanba kunlari O'zbekiston hududlarida qanday ob-havo bo'ladi? O'zbekistonda 24, 25, 26-avgust kunlari havo asosan ochiq, quruq va oylik me'yorlarga mos issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublika bo'ylab sezilarli darajada yog'ingarchilik kutilmaydi. O'zbekiston hududlari bo'yicha 3 kunlik ob-havo prognozi. Toshkent shahri va markaziy viloyatlar, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo kam bulutli va ochiq bo'ladi. Kunduzda harorat 34-35 darajagacha, kechasi esa shabada hisobiga 18-23 darajagacha salqin bo'ladi. Farg'ona vodiysi, Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo mutlaqo quruq va quyoshli ob-havo kuzatiladi. Kunduzda harorat 33-35 daraja, kechqurun esa 19-22 daraja atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo kunduzi issiq kuchayib 36-38 darajagacha ko'tariladi. Kechqurun esa 21-24 daraja. Janubiy viloyatlar, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida respublika bo'yicha eng issiq harorat saqlanib qoladi. Kunduzda havo harorati 38-40 daraja jazirama, kechqurun esa 23-26 daraja bo'ladi. Shimoliy hududlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo kam bulutli bo'ladi. Shamol tezligi ba'zi joylarda 9-14 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. O'quvchilarga darslarga qatnashgani uchun 1000 AQSh dollarigacha beriladi. AQShning Detroit shahrida maktab o'quvchilari darslarga a'lo darajada qatnashgani uchun moddiy rag'batlantirish dasturi uzaytirildi va kengaytirildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.